Raqamli texnologiyalar asrida til va madaniyat chegaralari butunlay boshqacha bo'lmoqda. Bugun global dunyoda kim texnologiyani nazorat qilsa, o'sha davlat kelajagini belgilamoqda. Shubhasiz, muhtaram prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha belgilab berilgan davlat siyosati ayni shu maqsadga xizmat qiladi. Xususan, yurtimizda start olgan va qisqa fursatda strategik harakatga aylangan 5 million sun'iy intellekt yetakchilari milliy loyihasi O'zbekistonning raqamli kelajak poydevorini yaratmoqda. Bugungi kunda mana shu yirik davlat dasturi doirasida kamol topayotgan dunyoning murakkab algoritmlari bilan tillasha oladigan yosh avlod vakillari yurtimiz dovrug'ini xalqaro maydonda tanitishni boshlab yuborishdi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni ham ana shunday global loyihaning faol ishtirokchilaridan biridir. Keling, yaxshisi lavhani birgalikda tomosha qilib, buni o'zimiz ham guvoh bo'lamiz. Marhamat. Ko'ramiz. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan yurtimiz bo'ylab 5 million sun'iy intellekt yetakchisi tanlovining o'tkazilishi bu yoshlarning IT texnologiyalarga bo'lgan qiziqishlarini ham oshirib boryapti. E'tiborli tomon, mana shu tanlovga 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan yoshlar faol ishtirok etishyapti. Biz ana shu tanlovdagi ko'rklamlik yoshlar natijalariga e'tibor qaratamiz. Prezidentimiz tashabbusi doirasida tashkil etilgan 5 million sun'iy intellekt dasturchilari loyihasida o'quvchilarimiz muvaffaqiyatli ishtirok qilib, yakuniy sertifikatlarni qo'lga kiritdilar va o'zlarining shu bilimlarini sun'iy intellekt loyihasida oshirib bordilar va buning natijasida o'quvchilarimiz zamonaviy kompyuterlar bilan taqdirlanishdi. Bu o'quvchilarga hozirgi zamonaviy kasblarni egallash bilan bir qatorda hozirgi kundagi eng dolzarb bo'lgan sun'iy intellekt kurslarini muvaffaqiyatli o'rganib, prompt yozish ko'nikmalarini shakllantirib oldilar va buni o'zlarining loyihalarida ham asta-sekinlik bilan qo'llay boshladilar. Bugun bilim va texnologiyalar davri. Kimki zamon bilan hamnafas bo'lsa, kelajak eshiklari unga keng ochiladi. Ana shunday iqtidorli yoshlar 5 million sun'iy intellekt yetakchisi tanlovida o'z bilim va salohiyatini namoyon etib, munosib natijalarga erishmoqda. Bir guruh gurlanlik yoshlar ham shular jumlasidan. Davlatimiz tomonidan tashkil etilgan 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasida bepul kurslarni ishladim va not g'olibi bo'ldim. Bu sovg'a menga katta motivatsiya bo'ldi va Al-Xorizmiy vorislar loyihasida qatnashib, IT bo'yicha yetarli ma'lumotlarni oldim. Bu notebook orqali men katta shaxsiy loyihamni yarataman va O'zbekistonning rivoji uchun katta hissa qo'shaman. Hozirgi ko'p kasblar o'rniga IT o'rnini bosa oladi. Shuning uchun men bu Al-Xorizmiy vorislar loyihasida qatnashib, men IT ni o'rganyapman. Bugun bu yerda nafaqat g'oliblar, balki ertangi kunning dasturchilari, muhandislari va texnologik yetakchilari jam bo'lgan. Ular uchun taqdim etilgan notebooklar shunchaki sovg'a emas, balki yangi g'oyalar va yangi kashfiyotlar sari ochilgan imkoniyatlar eshigidir. Bizning bu yutug'imiz o'quvchilarimiz orasida zamonaviy kasblarga, ayniqsa IT sohasiga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi. Chunki bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar kundan-kunga rivojlanib bormoqda va bu zamon talabiga aylanganligi uchun zamonaviy kasblarni o'rganish hozirda hamma sohada kerak. Bugungi kunda IT sohasida nafaqat o'g'il bolalar, balki qiz bolalar ham faol ishtirok etmoqda. Men ham kelajakda o'z hayotimni shu soha bilan bog'lashga harakat qilaman. Tanlov yoshlarni raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasiga keng jalb etish, ularning iqtidorlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. 5 million sun'iy intellekt yetakchisi loyihasi doirasida 2030-yilga kelib minglab o'quvchilar, talabalar va davlat xizmatchilarini sun'iy intellekt sohasiga oid bilimlar bilan qamrab olish rejalashtirilgan.